Wow! Nima uchun aynan koloristlar ichida Suroj deganimni aytaman. Bu bola chet elda malaka oshirib kelgan necha yil. Umuman hech kimga reklama bermaganlar, sababi reklama shart emas. O'sha yerda hafta burundan yozildim. Keyin men bilasizlar ko'chada yuriyman. Postiani tadbirkorlar bilan ishlashaman. Ko'pchilik tadbirkor biznesmenlar aynan shu yigitda sochini rangini zo'ratib, hech qanday shikastlamagan holda o'zgartirganini aytgandan keyin men ularni живой rezultatini ko'rib, eshitib keldim. Ko'ramiz, yana kuzatamiz, nechik chiqadi, o'zingizlar baho berasizlar. Yoqdimi o'zingizga? Ajoyib. Gap Ko'nglingiz taklifdan chiqdimi? Zo'r. Ochilib ketadi deb o'ylamadim, вообще yo'q. Avvalgi svetda umuman asar yo'q. Холодная Rusiya. Bugungi qahramonimiz Suroj Yomutov. Yoshi 30da qahramonimiz o'z kasbidan uyalmaydi. Sababi u har doim ayollar bilan ishlaganda har xil turdagi negativlar kelishiga o'rganib qolgan. Ko'pchilik erkaklar shu kasbdan ham daromad topasanmi? O'zingga mos kasbni tanlasang bo'lmaydimi? Singari kommentariyalar sabab uning aytishi bo'yicha hattoki xorijga ham ketib qolgan ekan. Turkiyada bir necha yillar davomida aynan koloristika bo'yicha ishlab kelgan yigitimiz hozirgi kunda Xorazmdagi eng mashhur koloristlardan biri va u tushunib yetgan narsasi shu bo'lganki, kasbning erkak ayoli bo'lmaydi. Faqatgina o'zi xohlab chin ko'ngildan ishlasa bo'ldi. Uning shogirdlari hozir juda ham ko'p va shogirdlari har doim ustozidan faxrlanishadi. Va aynan har xil kommentariyalardan va har xil turdagi genderga asoslangan fikrlardan charchagan Suroj hattoki Instagram sahifasini yopib tashlaganligini ham, biroz muddat aynan shu sohasida ishlamay qo'yganligini ham tan oladi va hozirgi kunda hammasi joyida ekanligini va Xorazmdagi eng mashhur kolorist bo'lishiga qadar ko'plagan qiyinchilik va bosqichlarni bosib o'tganligini aytadi. Yuqori daromadda ishlash uchun uning asosan erkak ekanligi qaysidir ma'noda unga plyusga ishlayotganini ham aytib o'tdilar. Chunki ko'pchilik xotin-qizlar ayollarga nisbatan erkaklarni o'z kasbiga mas'uliyatli bo'ladi deb o'ylashar ekan.